Do'stlar, sizlarga kichkinagina lifehack. Agar sizlarni driver ila shipper yoki receiverga kech qotgan bo'lsa va future load'iga qanaqa update berishni bilmayotgan bo'lsanglar, albatta shu usuldan foydalanib ko'ringlar. Mabodo facilityning working hours'lari yoki telefon nomerlari Google Maps'da xuddi mana shunaqa ko'rinmayotgan bo'lsa, siz aynan shu adresni shunchaki Google'ga tashlang va u yerda ushbu facilityning MapQuest degan saytdan chiqarib beradi. Ushbu saytda siz facilityning working hours va telefon nomlarini bemalol topasiz. Lekin telefon qilib gaplashmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, facility bilan umuman dispetcherman deb aytib qo'ymanglar. Men driverman. Men mana shu vaqtga yetib kelyapman. Mana shu vaqtga yetib borsam yukimni tushirib berasizlarmi yoki bilib berasizlarmi, kutib turasizlarmi? Mana shunaqa deb savollarni bemalol bersanglar bo'ladi. Nega driver nomidan telefon qilish kerak? Chunki receiver yoki shipperlar brokerga telefon qilib aytib qo'yishi mumkin. Bu vaziyatda esa brokerlar umuman xolashmaydi va kompaniyalarga ko'pgina muammolar tug'dirib qo'yishi mumkin. Do'stlar, agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar.